Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Zo'r TV telekanalida futbol kundaligi yana efirda va bugungi ko'rsatuvimizda La Liga o'yinlari haqida suhbatlashamiz. La Ligada 34-tur uchrashuvlari ortda qoldi va bizni oldinda 35-tur uchrashuvlari kutyapti. 35-turda albatta asosiy voqea bu shubhasiz Klasiko bo'ladi. El Klasikoga to'xtalishdan oldin 34-turda ro'y bergan voqealarni ham esga tushirib olamiz, lekin o'yinlar tahliliga to'xtalishdan oldin esa ko'rsatuv homiylarini ham sizlarga eslatib o'tishim kerak. Translyatsiyaning bosh homiysi V2 Innovatsion investitsiya kompaniyasi. V2 bilan doim g'oliblar qatorida bo'ling. Translyatsiyaning rasmiy homiysi Engelberg. Engelberg bu yuqori sifat va betakror dizaynni o'zida mujassam etgan romlar. Translyatsiyaning rasmiy homiysi Kia Uzbekistan. Futbolning eng yorqin onlarini Kia Uzbekistan bilan birga tomosha qiling. Translyatsiyaning rasmiy homiysi Artel. Artel ishonchli va barakali texnika. Demak, o'yinlar tahlilini keling birinchi bo'lib Barselona ishtirokidagi o'yindan boshlaymiz. Valladolid jamoasiga qarshi bahs olib bordi bu turda Hansi Flick shogirdlari. Real Valladolid o'tgan turda, ya'ni 33-turdan keyin sekundaga tushib ketishi rasman aniq bo'lib ulgurdi. Matematik jihatdan ham endi imkon qolmadi bu jamoada. Shu sababli ham Barselonaga ayni muddo bo'lyapti bu klub bilan yuzma-yuz kelganligi. Chunki juda tig'iz taqvim, og'ir taqvimda mana shunday bir o'yin bo'lishi kerak, sal hordiq chiqarib olish uchun va aynan Valladolid ushbu vazifani bajarib berdi deyishimiz mumkin. Endi bilasiz, o'sha Ispaniya Kubogi finalidagi Realga qarshi o'yin, undan keyin Inter bilan bo'lgan og'ir o'yin va mana shu ikkita o'yindan keyin Real Valladolidga qarshi bahs edi. Shu sababli Hansi Flick bu uchrashuvda asosiy tarkib vakillarining ko'pchiligiga dam berdi va anchagina aralash tarkibni maydonga tushirdi. Deyarli ikkinchi tarkib maydonga tushdi deyishimiz mumkin, faqat Pedri, Gavi singari ayrim asosiy tarkib vakillari bor edi xolos tarkibda. Lekin ularni ham ko'pini o'sha ikkinchi taymda baribir zaxiraga olishga qaror qildi. Demak, o'yin davomida tezkor gol urishga muvaffaq bo'ldi mezbonlar. 6-daqiqada Raul Moro Ivan Sanchesning goliga assistentlik qildi. Ivan Sanchesning zarbasida Araujo to'pni qaytaraman deb qisqincha to'p yo'nalishini o'zgartirib yubordi. To'p sakrab Ter Stegenning bo'yidan tushib qoldi va germaniyalik darvozabon katta tanaffusdan keyin o'sha sentyabr oyidan beri endigina safga qayta asosiy tarkibda maydonga tushgan edi va qaytish bilanoq mana shunday gol o'tkazib yubordi. Birinchi taymda Barselona bu goldan keyin lekin to'liq tashabbusni qo'lga oldi, ketma-ket vaziyatlar yaratdi, biroq mezbonlar posbonining mahorati hisob tenglashiga ancha vaqt yo'l qo'ymadi. Uchrashuvda Andre Ferreira birinchi taymda 3 ta seyf amalga oshirdi. Juda qiyin zarbalarni qaytarganligini qayd etish kerak va aynan mana shu tariqa birinchi taym 1-0 hisobida Real Valladolid foydasiga hal bo'ldi. Lekin ikkinchi bo'limda Hansi Flick albatta bu hisobga qanoatlanmadi, rozi bo'lmadi. Tezda ayrim asosiy tarkib vakillarini maydonga tushirdi. Shuningdek, birinchi taymning o'zidayoq o'zgarish qilgan edi. Lamin Yamal birinchi taymda majburiy tarzda maydonga tushirildi. Dani Rodriguez, klub o'sha tarbiyalanuvchisi, yosh futbolchi, jarohat orttirib oldi va uning o'rniga Lamin Yamalni maydonga tushirishga majbur bo'ldi Hansi Flick. Ikkinchi taymda esa biz Rafinha hamda Frenkie de Jong maydonga tushganiga ham guvoh bo'ldik va bu o'zgarishlar tezda hisobga o'z ta'sirini o'tkazdi. O'yinning demak 54-daqiqasida aynan Rafinha uzoq masofadan kuchli zarbasi bilan o'yinda hisobni tenglashtirgan bo'lsa, oradan 6 daqiqa o'tib Gerard Martinning uzatmasidan so'ng Fermin Lopez ham xuddi mana shunday o'zining kuchli va murakkab zarbasi bilan o'yinda hisobni Barselona foydasiga o'tishini ta'minladi. Bu yog'iga ham tashabbusni Barselona o'z qo'lida saqlab turdi. Baribir asosiy tarkib vakillari tushgandan keyin to'p nazoratida ham ustunlik to'lig'icha Barselona tomoniga o'tdi. Real Valladolidda ham bitta yaxshi vaziyatlar bo'ldi, lekin Ter Stegen boshqa gol o'tkazmadi. Ter Stegen bu yog'iga ancha ishonchli o'yin ko'rsatdi. Bu o'yinda Barselona ancha kuchini tejab oldi, lekin baribir charchoq alomatlari sezilyapti. Charchoq alomatlari hattoki asosiy tarkib vakillarida ham sezildi, zaxiradan tushgan futbolchilarda ham va buning ta'sirini endi ko'ramiz. Oldinda Klasiko kutyapti. Inter bilan o'yindan keyin bu uchrashuvga yetib keladi Barselona. Shubhasiz bu albatta jamoaning jismoniy holatiga anchagina ta'sir o'tkazishi mumkin. Bu o'yinda Kunde jamoaga yordam bera olmaydi, ya'ni bo'lajak o'yinda Barselonani Realga qarshi o'yin kutyapti va ushbu uchrashuvda Kunde yordam bera olmaydi, lekin Lewandowski qaytishi mumkinligi aytilmoqda. Shuning uchun qani ko'ramiz. Lewandowski baribir muhim. O'sha Inter bilan bo'lgan uchrashuvni misol uchun keltirishimiz mumkin. O'sha crosslar amalga oshirilganda baribir ikkinchi qavatda qiyin bo'ldi Barselonaga. To'g'ri gol urdi Interga qarshi. Birinchi o'yinni men nazarda tutyapman. Ferran Torres ikkinchi qavatdagi uzatmani amalga oshirgandan keyin gol urishga muvaffaq bo'lgandi, lekin baribir ko'p urinishlar muvaffaqiyatsiz ketdi. Lewandowski esa albatta bunday imkoniyatlardan ko'pida Barselona ikkinchi qavatdagi kurashlarda yutib chiqishi mumkin bo'ladi. Shu tariqa Barselona demak bu uchrashuvdagi g'alaba evaziga Real bilan oradagi farqni 4 ochkoligacha bo'lishini saqlab qola oldi. Endi Real bir kun keyin o'z o'yinini o'tkazdi. Real o'yiniga ham to'xtalib o'tsak, anchagina qiziqarli gollarga boy o'tdi Real ishtirokidagi o'yin. Santiago Bernabeudagi uchrashuvdan oldin bilasiz Real Klasikoda Ispaniya Kubogi finalida yutqizgan edi Barselonaga. Mana shu alamli mag'lubiyatdan keyin yetib keldi Carlo Ancelotti shogirdlari bu uchrashuvga va bu o'yinga anchagina ta'siri
bo'ldi. Mazkur futbolchilarning o'sha ruhiyatida bu sezilib turdi. Jamoa baribir La Ligada g'alaba qozonishni istayapti va Ancelotti futbolchilariga motivatsiya topib bera olganligi sezildi. O'yin aslini olib qaraganda qarama-qarshi kurslarda bo'ldi. Ikkala jamoa ham hujumkor o'yin ko'rsatdi, lekin birinchi bo'lib hisobni baribir Real futbolchilari ochdi. Standart vaziyatdan so'ng Vaskesdan to'pni qabul qilib olgan Arda Güler o'zining zargarona zarbasi bilan 33-daqiqada gol urdi va Realni hisobda oldinga olib chiqdi. Oradan ko'p o'tmasdan Bellinghamdan to'pni qabul qilib olgan Kylian Mbappe o'zining anchagina kuchli zarbasi bilan Celta posbon darvozasini ishg'ol etdi va birinchi taymni 2-0 hisobida Real foydasiga hal bo'lishini ta'minladi. Ikkinchi bo'limda ham tezkor gol urildi. Arda Gülerdan to'pni qabul qilib olgan Kylian Mbappe dublga erishdi va o'zining gollar sonini 24 taga yetkazib, La Liga to'puralari ro'yxatida borayotgan o'sha peshqadam Lewandowskiga maksimal darajada yaqinlashib oldi. Lekin mana bu gol qandaydir salbiy ta'sir o'tkazdi. Hisob 3-0 ko'rinishiga kelgandan keyin Ancelotti ham o'yin taqdiri hal deb o'yladi menimcha, ammo Celta bunga rozi bo'lmadi. Asosiy tarkib vakillaridan ayrimlariga dam berishni boshladi. Shu jumladan o'sha Raul Asensio zaxiraga olindi, asosiy himoyachi o'rniga Jacobo Ramon maydonga tushirildi, yosh himoyachi va o'yinga o'z ta'sirini o'tkazdi. Celta jamoasi demak 69-daqiqada Xavi Rodrigesning goli evaziga farqni qisqartirdi. Oradan 7 daqiqa o'tib esa Yago Aspasning zargarona uzatmasidan so'ng Williot Svedbergning goli evaziga zaxiradan maydonga tushgan futbolchining goli evaziga hisobning minimal darajada bo'lishini ta'minladi. Bu gol shubhasiz o'yinda asabiylikni anchagina oshishiga sabab bo'ldi. Ikkala jamoada ham buyog'iga yana ko'plab vaziyatlar bo'ldi. Thibaut Courtois Realni o'sha g'alabasini lekin yakunda saqlab qola oldi. Ko'plab qiyin vaziyatlardan olib chiqib ketdi, save'lar amalga oshirdi. Ayrim vaziyatlarda biroz omad ham Real tomonda bo'lganligini qayd etish kerak va 3-2 hisobidagi g'alabani Real o'z qo'lida saqlab qola oldi. Biroq baribir bu o'yinda Celta ham hattoki Realda himoyada muammolar borligini yana bir bor ko'rsatib berdi. Bu uchrashuvda himoya chizig'ida o'sha Asensio, Chouameni, Vaskes hamda Garsiani ko'rdik. Chunki asosiy tarkib himoyachilari ko'pchiligi jarohatda, diskvalifikatsiyaga uchragan. O'sha Rudiger, Mendy, Alba bu o'yinda yordam bera olishmadi jamoaga. Shuningdek, Rodrigoda ham jarohat bor. Va endi ko'ramiz, Klasikoda bu himoya bilan Real anchagina qiyinchilikka uchrashi mumkin. Lekin baribir Realning foydasiga ham o'sha tarozining pallasini bosadigan tosh bor, bu Barselonadagi charchoq. Milanga boradi, jamoa Milanda bo'ladigan safar o'yinida albatta og'ir o'yin kutyapti Barselonani. Shubhasiz bu o'yindan keyin qanday holatda yetib keladi degan savol bor. Shu sababli Realda ham albatta imkoniyat bo'ladi. Toshkent vaqti bilan 19:15 da start oladi ushbu uchrashuv. La Liga doirasidagi 35-tur o'yini 11-may sanasida bo'lib o'tadi va siz mazkur qarama-qarshilikni demak Zo'r TV telekanalida jonli efirda kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shubhasiz bu mavsumdagi so'nggi klassiko eng zo'rlardan biri bo'lishi kutilyapti. Garchi yo'qotishlar bilan charchagan holda yetib kelishlari mumkin jamoalar, lekin odatda bunday holatlarda gollar ko'p bo'ladi. Shuning uchun anchagina qiziqarli, dramatik tarzda o'tishi kutilayotgan klassiko bizni oldinda kutmoqda. Va bu to'g'ridan-to'g'ri o'sha chempionlik poygasiga ham ta'sir o'tkazadi. Agar Barselona g'alaba qozonadigan bo'lsa, chempionlik deyarli naqd deyishimiz mumkin. Chunki oradagi farq 7 ochkogacha ko'payadi. Oldinda esa 3 ta tur qoladi. Shu sababli bittagina g'alaba bo'ldi, bu yo'g'iga Barselonaga muddatidan oldin chempionlikni olib beradi. Agarda Real yutib qo'yadigan bo'lsa, unda Real intrigani anchagina oshishiga xizmat qiladi bu g'alaba evaziga va Barselonani oldinda bir nechta qiyin o'yinlar kutayotganligidan kelib chiqadigan bo'lsak, shubhasiz Real La Ligani ilib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi albatta Ancelotti hali ham La Ligadagi chempionlik Barselona qo'lida ekanligini aytmoqda, biroq Real osonlikcha berib qo'ymasligi aniq. Shubhasiz bu jamoalar o'rtasida, shuningdek futbolchilar o'rtasida ham raqobat bor. Kylian Mbappe hamda Robert Lewandowski shubhasiz shu to'purarlar ro'yxatida g'oliblik uchun kurash olib borishyapti. Real esa Barselona treble-ga erishmasligi uchun ham hech bo'lmaganda albatta La Ligadagi chempionlikni tortib olishga harakat qiladi. Barselonaning maqsadi esa treble. Shubhasiz Barselonada bu 3-treble'ga aylanadi Enrique Guardiola davridan keyin va bu juda katta bir natija bo'ladi. Bunaqasi albatta hali bo'lmagan. Va Barselona mana shunday tarixiy natijaga erishish uchun Realni yutishga albatta astoydil harakat qiladi. Ko'ramiz, qadrli do'stlar, Zo'r TV telekanalida ushbu uchrashuv jonli efirda namoyish etiladi.